Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun yana bir foydali videomiz mavzusi ko'krakdan sutni qaytarish. Ona uchun farzand dunyoga keltirish va uni boqish qanchalik xursandchilik jarayon bo'lsa, farzandni ko'krakdan ayirish va ko'krakdagi sutni qaytarish shunchalik qiyin va og'riqli jarayon desam adashmagan bo'laman. Videoni cho'zib o'tirmayman. Bugun men sizlarga ko'krakdagi sutni oddiy va samarali, eng asosiysi uy sharoitida hech qanday dori-darmonlarsiz usulini o'rgataman. Buning uchun bizga oddiygina paxta yog'i va 70% tibbiyot etil spirti kerak bo'ladi.